Keyin boya qilish kerak edi uka. Men shu ishga qo'l urmasdan oldin qilishingiz kerak edi. Endi men qildim, qo'y ber. Bu sunnatni shunday go'zal ishni o'zim qilib olay. O'tir joyingga gap bor. Ustoz qaytarmang. Joyingga o'tiring. Ukalarim, men doim aytaman. Uyda idish yuvsiz qolib ketsa, barakani qochiradi. Bu bir. Uyingda idish yuvsiz qolib ketyapti. To'g'ri, u ayollarni, xotinini, ayolni kelinlarni qiladigan ishi bu. Lekin kelinlar nima bilandir band, bola bilan band. Lekin nimadir ish bilan band. 2 soatsiz yuvilmay qolib ketishi mumkin idish. Lekin 2 soatdan keyin yuviladi baribir. Qiladi ayollarimiz. Lekin 2 soat yuvsiz idish qolib ketishiga 2 soatga rozi bo'lasizlar bu kunlar? Yuvsiz holat bo'lishiga agar manbas xotirib qiladi yoki kelinlar qiladi deb tashlab ketadigan bo'lsang, 2 soat yuvsizlikka rozi bo'ladigan bo'lsanglar, ukalar, bir hamiyatinglarni tekshirib qo'yinglar. 2 soat yuvsizlikka rozi bo'lgan odam 2 soatdan oshiq boshqa narsalarga ham rozi bo'ladi. Mana bu hamiyat shuni pazolat qiladigan bo'lib qoladi. Bu idish ha vaqt yo'qdir, bolaga qarayapti, unga qarayapti. Yuvib qo'y, sunnat bo'ladi. Rasulullohdek zot sallallohu alayhi vasallam oila ishiga qarashganlar. Ro'za olishga, uy supurish deysanmi, yer yig'ishtirish deysanmi, kir yuvish deysanmi, uyda idish yuvdingmi, uyingda supurdingmi, nima qilgan bo'lsang sunnat qilsan, ibodat qilsan. Yana bitta narsa